kitobxonlar hamda ijodkorlar. Yurtimizda an'anaga aylangan O'zbekiston kitobxonlar yurti shiori ostida kutubxona haftaligi doirasidagi tadbirimizga xush kelibsizlar. Hayot paydo bo'ldiki, hayot bilan birga ilm ham paydo bo'ldi. Kichkina ilmlardan dehqonchilik ilmi boshida, doim ovchilik ilmi, bundan keyin boshqa bir mahsulotlarni yetishtirish sanoat ilmi, ana keyin ma'naviyat, ma'rifat, fizika, matematika bu ilmlar sekin ko'payib keldi. Bu ilmlarni kim olib kelib berdi bizga? Bizga kitob olib kelib berdi bular. Mai kolman